Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, qadrli tinglovchilar, buxgalterlar. Mana bugun Soliq kodeksining 3-bobini boshlaymiz. 3-bob soliq munosabatlarining subyektlari, ularning huquqlari va majburiyatlariga bag'ishlangan. Ushbu bob 19 va 29-moddalarni o'z ichiga oladi. Birinma-ketinlik bilan ushbu moddalarni sharhlashga o'tamiz. Demak, 19-modda soliq munosabatlarining subyektlari va hujjatlar almashinuvi tartibi. Albatta, ular o'rtasida qanday hujjatlar almashinuvi tartibini mana shu moddada tartib belgilab berilgan. Demak, ushbu modda 7 qismdan iborat. Birinchi qism soliq to'lovchilar, soliq agentlari va vakolatli organlar soliq munosabatlarining subyektlaridir. Soliq munosabatlari subyektlari 3 ta: soliq to'lovchilar, soliq agentlari va vakolatli organlar. Endi quyidagi sxemada yana tushunarliroq bo'ladi. Soliq to'lovchilar bor. Bu Soliq kodeksining 20-moddasida bu haqda to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Soliq to'lovchi kim, u qanday huquqlarga, majburiyatlarga ega, keyingi moddalarda ko'rib o'tamiz. Soliq agentlari 23-moddada ta'rif beriladi. Vakolatli organlarda 25-moddada ta'rif berib o'tamiz. Va ikkinchi qismi soliq organlari ushbu kodeksda nazarda tutilgan hollarda hujjatlarni elektron hujjat tarzida soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga yuboradi. Endi keyingi qismlar hujjat almashinuvi to'g'risida ketyapti. Demak, asosan elektron hujjat tarzida soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga yuboradi. Yuborilgan hujjatlar soliq to'lovchi tomonidan o'qib chiqilganidan keyin, lekin ushbu hujjat jo'natilgan sanadan e'tiboran 3 kundan kechiktirmay olingan deb hisoblanadi. Demak, asosiy hujjat almashinuvi elektron tarzda amalga oshiriladi va soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Agar soliq to'lovchining shaxsiy kabineti mavjud bo'lmasa, hujjatlar buyurtma xat qilib pochta orqali yuboriladi va ular jo'natilgandan so'ng 5 kundan keyin olingan deb hisoblanadi. Agar shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, bu asosan jismoniy shaxslarga taalluqli. Demak, agar soliq to'lovchining shaxsiy kabineti mavjud bo'lmasagina, hujjatlar buyurtma xat qilib pochta orqali yuboriladi va ular jo'natilgandan so'ng 5 kundan keyin olingan deb hisoblanadi. Endi bu yerda har doim ham pochta orqali yuborilishi yo pochta orqali yuborilish holatlari, mana bu yerda aynan shu normadan ko'rinib turibdiki, hujjatlar almashinuvi elektron tarzda yuritilishi shart. Lekin agar shaxsiy kabinet mavjud bo'lmasagina, pochta orqali yuborilishini ushbu qismdan shunday ma'noni chiqarish mumkin. Lekin yana qo'shimcha holatlar mavjud, turli xil istisno holatlar mavjud. U soliq tekshiruv qarorlari yo boshqa xil qarorlarni yuborishda pochta orqali yuborish holatlari qachon bo'lishi yana qo'shimcha tarzda kiritib o'tilgan. Uni o'sha soliq auditi, kameral soliq tekshiruvlarini ko'rayotganimizda o'sha moddalarni sharhlash jarayonida yana batafsilroq o'sha holatlarga izoh berib o'tamiz. Demak, umumiy holatda hujjatlar almashinuvi elektron tartibda bo'lishi kerak. Agar shaxsiy kabineti mavjud bo'lsa, elektron tartibda yuboriladi. Agar elektron tartibda yuborishning iloji bo'lmasa, soliq to'lovchining shaxsiy kabineti mavjud bo'lmasa, hujjatlar buyurtma xat bilan pochta orqali yuboriladi. Soliq organi tomonidan, demak, elektron tartibda yuborilgandan boshlab 3 kun. Agar yuborilgandan boshlab o'qilsa, o'sha o'qilgan sanadan boshlab, agar o'qilmasa, o'sha yuborilgandan keyin 3 kun ichida 3 kundan kechiktirmay olingan deb hisoblanadi. Pochta orqali yuborilganda esa 5 kundan keyin olingan hisoblanadi. Hozir quyida aniq misollarni ham keltirib o'tamiz. Hujjatlar soliq to'lovchiga, uning vakiliga shaxsan mazkur hujjat olingan sana ko'rsatilgan holda imzo qo'ydirib topshirilishi mumkin. Shaxsan ham topshirilishi mumkin. Qandaydir dalolatnomalar rasmiylashtirilsa, tekshiruv natijalari bo'yicha shaxsan topshirilishi mumkin yoki boshqa xil holatlarda soliq organlarining murojaatlari soliq to'lovchilarga shaxsan topshirilishi mumkin, chaqirtiriladi.
soliq to'lovchilar ushbu kodeksda nazarda tutilgan hollarda soliq organlariga hujjatlarni mazkur moddaning 2-4 qismlarida ko'rsatilgan o'xshash tartibda yuboradi. Soliq to'lovchilar ham o'z navbatida xuddi shunday tartibda yuboradi, ya'ni elektron tartibda bu yuboradi. Elektron shaxsiy kabineti orqali, pochta orqali yuborishi mumkin yoki shaxsan o'zi olib borib berishi ham mumkin. Bunda ozgina farq qiladigan joyi, bunda ushbu hujjatlar soliq organiga soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yuborilganda jo'natilgan kun, pochta orqali yuborilganda esa 5 kundan keyin olingan deb hisoblanadi. Demak, bu yerda farqi mana elektron yuborilganda o'sha jo'natilgan kun soliq organi tomonidan hujjatni qabul qilingan kun deb e'tirof etiladi. Mana buni hujjatlar almashinuvini jadvalda qisqacha ko'rish mumkin. Ya'ni hujjatlar almashinish usuli agar elektron hujjat tarzida shaxsiy kabinet orqali yuborilganda, demak 3 kundan kechiktirmay olingan deb hisoblanadi. Agar soliq organi xat yuborganda darrov o'qisangiz, shu o'qilgan kundan boshlab olingan hisoblanadi. Lekin agar ochib o'qmasa, soliq to'lovchi unda 3 kundan kechiktirmay olingan deb hisoblanadi. Soliq to'lovchida esa soliq to'lovchi soliq organi xat yuborganda o'sha jo'natilgan kunning o'zi olingan deb hisoblanadi. Pochta orqali yuborilganda ikkala holatda ham bir xil, jo'natilgandan so'ng 5 kundan keyin. Shaxsan topshirishda ham ikkita holatda ham bir xil, mazkur hujjatda olingan sana ko'rsatilgan holda imzo qo'ydirib olingan sana topshirilgan hisoblanadi. Demak, faqat soliq organi bilan soliq to'lovchi yuborilgan xatidagi farqlar, soliq to'lovchi soliq organiga elektron xat yuborilsa, shu yuborilgan sananing o'zi qabul qilingan hisoblanadi, ya'ni soliq organi tomonidan. Soliq organi tomonidan soliq to'lovchiga yuborilganda esa u ham agar o'sha xatni ochib o'qisa, o'sha o'qigan kun, agar ochib o'qimasa, undan o'sha yuborilgan sanadan 3 kundan kechiktirmay olingan hisoblanadi. Endi aniq misollarda buni keltirib o'tamiz. Mana masalan, soliq organi 8-iyun 2024-yilda soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga elektron hujjat yubordi. Demak, 8-iyunda. Ushbu hujjat soliq to'lovchi tomonidan 8-iyul 2024-yilda yoki 9-iyul 2024-yilda yoki 18-iyul 2024-yilda o'qilishi mumkin. Mana 3 ta holatni ko'rib o'tamiz. Agar 8-iyulda mana soliq organi 8-iyulda xatni yubordi, 8-iyulda o'qilgan bo'lsa, 8-iyul mana shu sana hujjat olingan sana hisoblanadi. Demak, hujjat olingan sana hisoblanadi. Agar 9-iyulda o'qilgan bo'lsa, 9-iyul sanasi hujjat olingan sana hisoblanadi. Agar 18-iyulda o'qilgan bo'lsa, unda 10-iyul sanasi hujjat olingan sana hisoblanadi. Bunda demak bizning holatda hujjatni yuborish 8-iyul. Muddat o'sha kundan boshlanadi, 8dan boshlanadi, 3 kun. 8, 9, 10. Demak, 10-sanalar hisobga olinadi va 3-kun 10-iyul hujjat olingan sana hisoblanadi. Tushunarlimi? 3-iyul demak hujjat yuborilgan sanadan boshlab 3 kun sanaladi. Buni Soliq kodeksining 5-moddasining sharhida ham ta'kidlab o'tgandik. Endi ikkinchi misol aksincha soliq to'lovchi bu yerda agar yuborgan bo'lganda edi, masalan, soliq organi hozir soliq to'lovchiga xat yuboryapti-ku. Endi aks holatda soliq to'lovchi soliq organiga xat yuborganda, unda shu yuborilgan sananing o'zi, elektron xat yuborilsa, yuborilgan sananing o'zida 8-sanada yuborilgan bo'lsa, demak 8-sana soliq organi tomonidan qabul qilingan sana hisoblanadi. Endi pochta orqali yuborilganda esa xuddi shunday. Pochta orqali yuborilganda xuddi shu sanalar saqlanib qolinadi-yu, faqat mana bu 10 kunlik sana yana 2 kun qo'shiladi bu yerda. Ya'ni 5 kun bo'ladi va mana 12-sanada qabul qilingan hisoblanadi.
agar xuddi shunday holatni mana o'zgartirmasdan bu misolni quyiga qo'yib o'zgartirmasdan aytadigan bo'lsak, demak xuddi shu yerda faqat 18-iyulda olgan bo'lsa, unda 12-iyul shu hujjat olingan sana, ya'ni hujjat bilan tanishgan sana hisoblanadi. Bu norma soliq organi xat yuborganda ham pochta orqali va soliq to'lovchi ham pochta orqali xat yuborganda ikkalasi ham bir xil talqin qilinadi. Endi shaxsan topshirish xatlarni o'sha sananing o'zida amalga oshiriladi va o'sha sana shaxsan topshirilgan sana hisoblanadi. Demak, aniq misollarni ko'rdik. Hujjatlar almashinuvi tartibini ko'rdik. Endi keyingi qism soliq munosabatlarida foydalaniladigan elektron hujjatlarda hujjatni imzolangan shaxsning roziligini ifodalaydigan hamda mazkur shaxsni identifikatsiya va autentifikatsiya qilish imkonini beradigan elektron tasdiqlash usullari orqali elektron hujjatni tasdiqlash ham elektron raqamli imzoga tenglashtiriladi. Endi elektron hujjatlar hozirgi kunda asosiy hujjatlar almashinuvi elektron tarzda amalga oshirilyapti va ularni tasdiqlash elektron raqamli imzo erikulich deymiz, o'sha erikalik orqali amalga oshirilyapti. Mana elektron hujjat aylanish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. 2004-yilda qabul qilingan 29-aprelda 611-2 sonli qonun, O'zbekiston Respublikasi qonuni. Bu qonunda mana elektron hujjat aylanishi qanday bo'ladi va unga belgilangan talablar qanday bo'ladi va uni tasdiqlash qanday bo'ladi. Endi hozirgi kunda elektron raqamli imzodan tashqari yana mana soliq kodeksida ta'kidlangandek identifikatsiya, mazkur shaxsni identifikatsiya qilish yoki autentifikatsiya qilish imkonini beradigan yoki login parollar, qandaydir login parollar bilan ham elektron hujjatlarni tasdiqlash imkoniyati mavjud. Shuning uchun bu norma ham 2025-yil 26-iyundan kiritilgan, soliq kodeksiga qo'shimcha tarzda kiritilgan. Bular bo'yicha elektron hujjat almashinuvi va unga qo'yilgan talablar, uni tasdiqlash tartiblari elektron hujjat aylanishi to'g'risidagi qonunda to'liq va tafsil bayon etilgan va shu qonundan ham o'zingizni mehnat faoliyatingizda foydalanishingiz mumkin. Mana bu 7-modda muhim moddalardan biri, masalan, elektron hujjat qog'oz hujjatga tenglashtiriladi va u bilan bir xil yuridik kuchga ega. Mana shu moddaning o'zi ham elektron hujjat to'liq kuchga ega ekanligini bildiradi. Bu O'zbekiston Respublikasi qonuni, demak qonun yuqori turuvchi qonunning kuchi yuqoriroq bo'ladi boshqa qarorlarga nisbatan. Endi keyingi qism ushbu kodeksda nazarda tutilgan hujjatlarning elektron hujjat aylanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan hujjatlarning shakllari, mazkur hujjatlarning shakllarini to'ldirish tartibi, bunday hujjatlarni qog'ozda yoki telekommunikatsiya kanallari orqali elektron shaklda yoxud soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yuborish hamda olish tartibi O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, Soliq qo'mitasi tomonidan tasdiqlanadi. Endi Soliq qo'mitasi har bitta elektron hujjatlar almashinuvidagi hujjatlarning shakllari bo'yicha o'zi maxsus yo'riqnomalar ishlab chiqqan, hisobot shakllari bo'yicha yoki boshqa kerakli hujjatlarni shakllarini Davlat soliq qo'mitasi yo'riqnoma asosida ishlab chiqqan. Ulardan bittasi 2016-yilda mana 28/08 Davlat soliq qo'mitasining qarori bor. 12-iyul 2016-yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2808. Bu nima haqida qaror? Moliyaviy va soliq hisobotlarini aloqaning telekommunikatsiya kanallari vositasida davlat soliq xizmati organlariga taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom. Mana moliyaviy va soliq hisobotlari qanday shakllarda taqdim etiladi, qanday tartibda taqdim etilishi mana shu nizomda ko'rsatib o'tilgan. Demak, xuddi shunday boshqa hujjatlar almashinuvi ham Davlat soliq qo'mitasining qarorlariga asosan ular belgilangan shaklda amalga oshiriladi. Endi bu qarordan ham o'sha qaror bilan tasdiqlangan nizomdan ham foydalanishingiz mumkin.
Demak, qisqacha shular. Endi shaxsiy kabinet to'g'risida, soliq to'lovchining shaxsiy kabinet to'g'risida o'zi maxsus bitta modda mavjud. 56-modda edi adashmasam. 56-moddaning sharhida shaxsiy kabinet yuritilishi qanday bo'ladi, ularni to'liq ko'rsatib o'tamiz. Shaxsiy kabinetda mana kabinetingizga kirsangiz, munosabatlar bo'limi bor. Mana shu munosabatlar bo'limida mana xabarnomalar asosan keladi. Xabarnomalar, agar siz murojaat qilgan bo'lsangiz, mana arizalaringiz, xatlar bu keladi sizga. Boshqa tashkilotlardan xatlar mana shunday tartibda menyulangan, ya'ni tartiblangan talabnomalar kelishi mumkin, qarorlar, sud arizalari, xabarnomalar. Umuman olganda asosan hozir mana shu soliq shaxsiy kabineti, May 3 soliq o'zidagi shaxsiy kabineti hujjatlar almashinuvi uchun asosiy vosita hisoblanadi. Soliq organi ham shu yerdan hujjatlarni topshiradi, soliq to'lovchi ham shu yerdan hujjatlarni yuboradi va qabul qilib oladi. Yani 19-modda haqida qisqacha shular. Demak, keyingi moddalarda har bitta soliq to'lovchining turiga alohida sharh berib o'tamiz va ularning huquqlari, majburiyatlarini ham keyingi moddalarda ko'rib o'tamiz. Rahmat.